Simina. Bugungi videomizda men 9-may xotira va qadrlash kuniga bobomning uylariga keldik. Bobomning bog'larini sizga ko'rsataman va har xil mevalarni yeb, ta'mlarini aytaman. Bu bog'da pashti hamma mevalar bor. Hozir bu gilosni yulib, ta'mini bilib olamiz, sho'rbek shirinligini. Mashaqdan uzaman. Ikkita uzunni. Endi buni ta'mini ko'ramiz. Ta'mi juda ham zo'r ekan. Ayniqsa shirin ham ekan. Qarang, qancha ko'p gilos. Endi qanday qilib yeb olamiz dedi. Keling, sakraymiz 3 kechasini. 1, 2, 3. Shib oldik. Endi bog'larning ichini ko'rsataman. Bunga qarang. Bitta tanaga mana shuncha gilos o'sib chiqdi. Kelinglar buni sanab ko'ramiz va keyin yeb ko'ramiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Bitta tanaga 5 ta gilos o'sibdi. Endi kelinglar buni bittasini uzib yeb ko'ramiz. Bittasini uzdik. Bu yerda 4 ta qoldi. Endi buni ta'mini bilib olamiz. Bu gilosimizda ta'mi shirin ekan. Bo'lmasam qani boshqa joylarni ko'rishga ketdik. Mana bu yerda davcha daraxti ekan. Kelinglar buni bittasini yeb ko'rib, ta'mini bilib olamiz. Mana bu yerda bitta bor ekan. Mana. Endi shuni ta'mini bilib olamiz. Bu davchamizning ta'mi ozgina sho'r ekan. Qaranglar, nihoyatda ko'p zaldori davchalar o'sib yotibdi. Mana bu yerda qarasalaringiz, qarola daraxti bor. Bu qarola hali pishmagan. Keyin bu tarafga qarasalaringiz, anor daraxti bor. Shuncha mevali daraxtlar juda ham ko'p. Gullariga qarang, qanday chiroyli. Pastlarda ochilgan. Tadam. Bu yoqda esa ko'proq ochilgan. Bo'lmasam qani ketdik daraxtlarni tagidan. Bu daraxtimiz shaftoli daraxti. Shaftoli hali pishmagan. Mevalarni qarang, qancha ko'p. Bo'lmasam boshqa daraxtlarni ko'ramiz. Bu yoqda gilos daraxti bor. Gilos hali pishmagan. Bu yoqda esa katta davchalar bor. Wow! Mana bu yerda gilos daraxti bor ekan. Bu pishgan ekan. Kelinglar, bu gilos daraxtini yeb ta'mini bilib olamiz. Bo'lmasam bir dona uzaman. Mana shu yerdan. Mana bir dona gilos uzdim. Bunday qilib halqacha qilsalaringiz ham bo'ladi. Endi buni ta'mini bilamiz. Bu gilosimizning ta'mi u gilosga qaraganda ozgina sho'rroq ekan. Giloslarni qarang. Juda ham ko'p.
tepalarda esa bundan ham ko'p giloslar bor. Bo'lmasam qani ketdik. Qani bundan keyin qanaqa meva bor ekan? Bu yoqda yana anor daraxti bor ekan. Buni gulchalari ham ochilayotgan ekan. Ayrimi gulchalari ochilgan. Yana bu yerda kesalari shaftoli daraxti bor. Bu shaftoli daraxti hali pishmagan. Bu shaftoli daraxtimizning mevalari juda ham ko'p. Daraxti sinib ketadigan. Bobom mana bu yoqda hachcha qo'yganlar sinib ketmasligi uchun. Qaranglar, bu yoqda yana davcha daraxti bor. Menimcha bu davcha daraxtlari ko'pligiga qaraganda har xil zaldori solsa kerak. Ayrimlari mayda, ayrimlari katta. Bu yerda yaltiroq davcha ham bo'lishi mumkin. Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Qani ketdik bo'lmasa. Yo'q, qayam davcha daraxti bor ekan. Bu davcha daraxti juda ko'p davcha solibdi. Tanachalari osilib o'tganiga qaraganda juda ham ko'p davcha solgandir. Bundan ham ketdik. Mana bu yoqqa qarasalaring, mana aytgan o'sha yaltiroq davcha bor ekan. Bu yaltiroq davcha ozgina kam solibdi. Qani buni yaltiroq davchani yeb ko'rib, ta'mini bilib olamiz. Mashu bittadan ikkita yaltiroq davcha borini, bittasini uzib ta'mini bilib olamiz. Mana uzib oldim. Endi buni ta'mini bilib olamiz. Bo'lmasam qani bu yoqqa ketdik. Bu yoqda ham davcha daraxti bor. Bu davcha daraxti ularga qaraganda maydaroq solibdi. Lekin bu daraxtga juda ham ko'p davcha solgan. Biz shaharda domda turamiz. Domda bunaqa katta bog'lar yo'q. O'sha uchun bobom bilan kelgan payt bu daraxtlarni mevalaridan yeb, bog'da mazza qilib o'ynab yuramiz. Bo'lmasam qani ketdik. Bu yoqda yana gilos. Bu pishmagan. Bu daraxtlarni hammasini ko'rsatib bo'ldik. Agar bu bog' sizga yoqqan bo'lsa, like, obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Bundan-da qiziqarli videolarni tomosha qilasiz. Bo'lmasam hammaga bye.